Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilari. Do'stlar, xudo xolasa mana Farg'onadagi ikki xonali kvartiramizni remont qilib oldik. Aboyimizni bitta, xudo xolasa videomizni keng tarqalish uchun bittadan like, bittadan obuna tugmachasini bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirib qo'yishni kutamiz. Bo'lmasa videomizni boshlab ketdik. Mana do'stlar ko'rishlari mumkin, mana bu zalimiz mana, xudo xolasa. Nima deyapti bu aboyimiz? Mana ko'rishlar mumkin. Bu xonamiz esa koridor. Koridorimiz mana. Bez rasxod aboy qilganmiz bu yerga. O'zimiz shu uyda egalariga aytganmiz, rasxod kesasiz, yopishtirasiz bo'ldi. Shu. Bu xonamiz esa bu spalniyamiz bu. Aboylarimiz narxiga keladigan bo'lsak, olingan narxi 105 ming so'm, xizmat haqimiz 30 ming so'm. Ko'kagimiz metri 20 ming so'm bo'yog'i bilan. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.